bir karvon boshida bir sarbon bo'lar. O'sha sarbon karvonlarga posbon bo'lar. Sizga atab she'rlar yozsam, doston bo'lar. Hayotimga sarbonimsiz, otajonim. Armonlaring qarshisida bosh egmagan, sinovlaring qarshisida bosh egmagan, alamlaring qarshisida bosh egmagan, g'ururlari osmonimsiz, otajonim. Bolam deya halol luqma tishlatganim, nasihatla yuragimni xushlatganim, qo'l uzatsam yulduzlarni ushlatganim, umidimsiz, imkonimsiz, otajonim. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum salom. Alla bergan aka, yaxshimisiz? Sog'liqlaringiz, kayfiyatlaringiz yaxshimi? Bezovta qilib qo'ymadimmi sizni? Yo'q. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Otajonim, mehribonim, ayni damda siz bilan jonli muloqot olib borayotgan tabriklar loyihasidan bo'laman. Ismim Rayanaxon. Bugungi tavallud ayyomlaringiz, qarshi olgan yana bir yangi yoshingiz 67 bahoringiz muborak bo'lsin. Rahmat katta. Ilohim umringiz uzun, rizqingiz butun bo'lsin. Oilangizni esa tinchlik, xotirjamlik, tanu joningizni sihat, salomatlik aslo tark etmasin, otajon. Rahmat katta. Sog' omon bo'ling. Rahmat kattakon, bor bo'ling. Mana shunday baxtiyor kuningizda bizning loyihamizga siz uchun ajoyib tabrik xatlari yaqinlaringiz tomonidan yetib kelgan. Bir taxmin qilib ko'ralasizmi, otajon? Qaysi bir yaqinlaringiz sizga mana shunday samimiy tabrik xatlarini yo'llagan bo'lishlari mumkin? Kim bo'lishi mumkin? Bolajonlarim. Bo'ladi. Ana bolajonlarim bo'ladi. Qaysi bilmayman, hammasi yo'llashi mumkin. Albatta otajon, albatta farzandlaringizdan keling kim ekanligini o'zim sizga surpriz qilib ayta qolaman, maylimi? Baxshat. Mayli, o'zim. Albatta, o'zim sizga. Albatta. Boringizga shukrlar bo'lsin otajon. Bugungidek baxtiyor, quvonchli kuningizda sizni yanada xursand qilishni niyat qilgan, sizni jonidan ham ortiq yaxshi ko'rishliklarini, qadrlashlarini ta'kidlayotgan mehribon, suyukli farzandlaringiz, kuyovingiz Kenjaboy va qizingiz Kunduzoylar tabriklamoqdalar. Rahmat. Albatta. Va ushbu go'zal tabrik xatlariga nabiralaringiz Anoraxon, kuyovingiz Yo'ldoshboy, Nurmuhammadjon, Iqboloy, Azizbek, Mubinaxon, Mironshoh, Momojon, Obod, Oltinoy, Muslimaxonlar va Islomjonlar ham sheriklar. Ular ham sizni bugungidek go'zal ayyomingiz bilan tabriklamoqdalar barchalari. Rahmat, katta rahmat. Sog' omon bo'lsinlar. Ilohim baxtingizga omon bo'lsin barcha mehribonlaringiz, farzandlaringiz. Xo'p, otajonim, mehribonim, mana shu farzandlaringizni, qizingizni, kuyovingizni siz uchun atagan 2 og'iz tabrik xatlari bor ekan. Maylimi o'sha tabriklarini sizga yetkazib bersam? Rahmat, mayli, rahmat katta. Sog' bo'ling, salomat bo'ling kattakon, rahmat. Har doim mana shunday farzandlaringizni e'tiborida, e'zozida, ardog'ida, hurmatida bo'lib yuring. Marhamat, qabul qilasiz dilnomalarini. Rahmat, qani. Qabul qilamiz. Aziz va mehribon otajonimga assalomu alaykum. Bizning mehribon, mehri daryo, qadri tog'lardan-da baland bo'lgan o'zimizni davlatimiz, otajonimiz, bugungi payg'ambarimizga ummat bo'lgan shukrona kuningiz bilan sizni chin qalbimizdan barchamiz tabriklab qolamiz. Bugun hayotimizdagi eng qadrli, eng aziz insonning tavallud ayyomi. Bu kun nafaqat sizning tug'ilgan kuningiz, balki bizning eng katta baxtimiz dunyoga kelgan kundir. Otajon, mehribonimiz, otajonimiz, inson ulg'aygan sari bir haqiqatni chuqurroq anglar ekan. Otaning qadri uning yonida yurganida emas, balki uning har bir duosi, har bir nasihati va har bir mehnati ortida qanday ulkan muhabbat yashiringanini his qilganida bilinar ekan. Bizning baxtimiz uchun
Kechalaringizni bedor o'tkazdingiz. Mashaqqatlarni bizga sezdirmasdan og'ir yuklarni yelkangizda ko'tardingiz otajon. O'zingiz charchasangiz ham biz kulishimiz uchun kurashdingiz. Sizning peshonangizdagi har bir ajin bizning baxtimiz yo'lida chekkan zahmatlaringizni jimjit guvohidir. Bugun ortga nazar tashlab bir narsani chin dildan aytmoqchiman. Rahmat sizga otajon. Rahmat bizga halollikni o'rgatganingiz uchun. Rahmat yiqilganimizda qo'limizdan tutganingiz uchun. Rahmat bizga suyanch, g'urur va ishonch bo'lib va eng ishonchli qal'a bo'lganingiz uchun. Siz bor ekansiz, o'zimizni hech qachon yolg'iz his qilmaymiz. Sizning duolaringiz bizning eng katta boyligimiz, mehringiz esa umrimizning eng bebaho ne'matidir. Bugun yaratgandan bitta iltijoyim bor. Ilohim otajonimning umrlarini uzoq, sog'liqlarini mustahkam, qadamlarini qutlug' aylagin. Har tongni xotirjamlik bilan qarshi olib, har oqshomni farzandlari va nabiralarining kulgusi bag'rida kutib olsinlar. Ko'zlariga hech qachon g'amning yoshi emas, faqat quvonchning yoshlari kelsin. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin, aziz otajonim. Siz bizning faxrimiz, g'ururimiz, suyanchimiz va duolarimizning eng go'zal manzilisiz. Alloh sizni o'z panohida asrasin. Bizni esa umrbod sizni e'zozlab, xizmatingizni qilish baxtidan ayirmasin. Sizni cheksizlarcha mehr bilan yaxshi ko'ramiz. Tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin, aziz otajon, deya mehribon qizingiz va kuyovingiz Qunduzxon o'zlarining chiroyli va samimiy tilaklarini mana shu joyda yakunlab qolgan ekanlar. Bizni tinglayapsizmi otajon? Ha, tinglayapman. Katta rahmat. Sog' omon bo'linglar hammalaringiz. O'ynab bilib yurgaysizlar. Sizlarning to'ylaringizni ko'rish nasib qilsin. Rahmat katta. Ilohim aytganingiz kelsin otajon. Duolaringiz ijobat bo'lsin. Xursand bo'ldingizmi? Kayfiyatingiz ko'tarildimi? Rahmat, ko'tarildi. Zo'r bo'ldi. Rahmat sizga ham rahmat. Albatta. Juda zo'r bo'ldi. Sizga ham kattakon rahmat samimiy suhbat uchun. Shu paytda bir qator she'rlar ham bor ekan. Qizingizni dada yoshingizga yoshlar qo'shilsin. Ko'pini ko'ring 80-90 ni, Tangrim ming bor o'zingga shukr, farzandiman shunday insonni, deya mehribon qizingiz she'riy satrlarini ham siz uchun atagan ekan. Xo'p, otajon. Otajonim, mehribonim, ilohim farzandlaringiz baxtiga doimo sog' salomat bo'lib yuring. Siz aslida bundan ham ziyodasiga, bundan ham ortig'iga loyiqsiz. Ilohim umringiz uzoq bo'lsin. Hoji bobolar bo'lib yurishingizni tilab qolamiz. O'zingizni ehtiyot qiling, xayr salomat bo'ling. Tug'ilgan kuningizni yaxshi kunda, yaxshilar davrasida yaxshi kayfiyatda o'tkazib oling. Sizga yaxshi kayfiyat tilayman. Sizga o'zlaringiz ummat bo'ling. Rahmat kattakan, rahmat. Boringizga shukrlar bo'lsin. Rahmat. O'zingizni ehtiyot qiling, xayr salomat bo'ling. Rahmat katta, sog' omon bo'linglar. Rahmat. Sog' bo'ling. So'zim so'ngini qizingiz tomonidan siz uchun atalgan ajoyib taronamiz bilan yakunlab qolamiz. Marhamat. Men dunyoni nima qildim, dunyo o'zi bir kam bo'lsa, qalbim tilka pora bo'lar, onam ko'zida nam bo'lsa. Men dunyoni nima qildim, dunyo o'zi bir kam bo'lsa, qalbim tilka pora bo'lar, onam ko'zida nam bo'lsa. Ko'zlarimga qarab qoling, nima jon bolam desa, otam davlatim, onam jannatim. Otam davlatim, onam jannatim. Jumlay jahonim ular, baxtu kamolim tilar. Jumlay jahonim ular, baxtu kamolim tilar. Bemor bo'lsam ming bor bo'lib, ming bor tirilgan ular. Otam davlatim, onam jannatim.
otam davlatim, onam jannatim. Qo'lim ochib duoga otamning umrini uzaytir Allah dedim. Boshim qo'yib poyiga onamning umrini uzaytir Allah dedim. Qo'lim ochib duoga otamning umrini uzaytir Allah dedim. Boshim qo'yib poyiga onamning umrini uzaytir Allah dedim. Qo'ling man qodir Xudo, jon desang jonim fido. Quling man qodir Xudo, jon desang jonim fido. Yurakda bitta sado, yurakda bitta nido. Otam davlatim, onam jannatim. Otam davlatim, onam jannatim. Men dunyoni nima qildim, dunyo o'zi bir kam bo'lsa, qalbim tilka pora bo'lar, onam ko'zida nam bo'lsa. Men dunyoni nima qildim, dunyo o'zi bir kam bo'lsa, qalbim tilka pora bo'lar, onam ko'zida nam bo'lsa. Ko'zlarimga qarab qoling, nima jon bolam desa. Otam davlatim, onam jannatim. Otam davlatim, onam jannatim.